Namangan viloyati Namangan tumani Paxtavod Emintupi hududidagi Yoqubli ota fermer xo'jaligida turibmiz. Bu yerda 28 gektar maydonda Shinjon texnologiya ostida xorijiy Xitoy urug'lari, ya'ni 64 navli paxtamiz ekilgan. Bu yerda 1-avgust sanasida etibon perforat sepilgan. Tashqi qilish jarayoni juda yaxshi ketmoqda. Paxtalarimizni baglari o'zi qizarishga kelgan, holati yaxshi, rivojlanishi, ta'sir qilish jarayoni juda zo'r ketmoqda. Bir tub paxtamizda o'rtacha 12-15 tadan hosil ko'saklari mavjud, bo'liq ko'saklari. Hozirda etofon preparatini sepganimizdan so'ng paxtalarimiz 70-80% ustigacha mana ko'saklar yorish boshlandi. Bu yerda 15 ta ko'sak bo'lsa, hozir 12 tasi mana ochilib bo'lgan. Mana bitta ikkitasi o'zi yorish boshlandi. Ta'sir qilish jarayoni juda yaxshi ketmoqda. Fermer xo'jaligi rahbariga tushuntirdik. Bundan so'ng o'zi 12 kun, 15 kun bo'lganda agron preparatini sepishi va defoliatsiya jarayonini boshlash bo'yicha fermer xo'jaligi rahbariga tushuntirish ishlarini olib bordik va tushuntirdik. Bu degani nima degani? Bu degani bu yilgi hosilimiz o'tgan yilga nisbatan taqqoslaganda 15 kun, 20 kun shu bu yilgi holatga oldinlab ketdi. Ya'ni 2027-yil uchun g'alla ekish jarayoni ancha 15 kun oldinlaydi va fermer xo'jaligi rahbariga qo'shimcha daromad degani bu degani issiq kunlarda sepadi va g'allani unib chiqishi holatlari ancha tezlashadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.